Mana akamiz ham davom ettirish boshladilar. Mana qizlar ishlamoqda. Apelka bu tagiga mana tozalagandan keyin sepish uchun mana u tepishga ishlamoqda. Aylov. Buzoqchalari akamni. Bir haftalik buzoqchilar. Bir haftalik buzoqchilar. Dunyoga kelganiga bir hafta bo'lgan. Deydi-ku. Akam hozir mana ketmoqdilar. O'shaning mollarini. Samo ol endi, samo. Bu 2 haftalik, yerdagi 1 haftalik. Bu 3 haftalik aka. 2 haftadan o'tdi bo'ladi. Ziyod 3 haftalik, pastda 3 haftalik deyaptilar. Pastda 3 hafta. Aka o'timi nima unday bo'lgan uni? Bu qo'lishiga nima bo'lganda bu? Yo'q, bu biri shunday emas. Hamma buzoqlar tizimi shunday. Bu o'sadi bu. Yana o'sadi. Ro'cha shunday qo'sh odamlarga olgan. O'sadi. Bu o'sha zavodskoy emas, короче, neto qayirgani uchun, nima qilgani uchun akam yaxshi bilmaydilar. Bar mollar shunday. Mana mollarning chiroyligiga qarang, o'g'aylar. Bu O'zbekistonda bo'lsa gullab yashnaydi. Aka qachon eksport qilasizlar? Rakami? U shartnomaga qo'l qo'yish kerak, o'sha tamom. Akamning 35.600 ta moli bor ekan. Bu ballardan tashqari, sigirlarning o'zi. Buzoqlarga bir 2 yil bor. Minimal buzoqlarga 2 yil bor. 2 yil deyaptilar, 2 yil. Yo'q. Qolganlariga shartnoma bormi O'zbekistonda? Qolganlarga shartnoma bor. Nasib buzoq olsa, ikisini qani endi ballar ko'ramiz endi sharoitga qarab. Shartnoma qilarlar. Shu yil shartnoma qiladi. Podpисчикimiz ko'paysa, obunamiz ko'paysa, bu akamiz skidkalar ham bo'ladimi? Skidka bo'ladi, skidka bo'ladi. Unda bitta любой payt skidka bor. 10 taga bitta skidka. 10 ta ona balaga ham 10 taga bitta skidka. Bu degani 11 ta 12 ta mol degani aka. Mana bu mollarimizni ko'ring. Bu to'simizni ham sotamiz. Ketekan. Odan uji 100 kiloda uni. Odan uji 100 kilo. Bu aka nima bu? Bedami bu? Nima bu? Silos. Silos. Yo'q. Makka jo'xoriniki maydasimi? Yo'q. Mana qarang. Silos ichiga hormon aralashtirilgan. Silos. Silos ichiga hormon aralashtirilgan. Dabr boshqacha xuddi. Bu antikvarni, как блюдо deyilmoqda aka. Sen osh yesang ustiga qazi bo'ladi demoqchi. Sizga bir izoh berib ketadi. Molni olib borib, mana shuncha pulga mol olib keldim. Bu degan gap bo'lmaydi bu. Molni olib bordimi? Molni olib borgandan keyin molga molday qarash kerak. Molga molday inson bo'lish kerak. Mana shu pullarni qonlar chiqib, qo'yday bo'lmasa molga molday bo'l deydi. Molga molday bo'lish kerak. To'g'ri aka. Bu shuncha pulga olib keldim, shuncha bo'ldi qasam ichdim. Shuncha pulga mol olib keldim. Aka nima yemish berasiz bularga? Shunday silos tasasiz mana. Ustidan bir kipayda tasasiz. Bu tamom. Mol yotibdi. Oldidan ovqat ortib. Suv qanday bo'ladi? Ichimlik suvi. Knopka bosadi, suv keladi. Oldidan aramaysiz. Suv oldidan aramaysiz. Aka bizni hozir biz olib kelsak, bu Klementga bu buzoqlarni arziydimi? Mana shu buzoqlar lekin arziydi lekin. Любой joyga. Lekin men bundan sotmayman, boshqa misol.
o'z mashi bizon sotsa $1000 qulog'i takibada. Mashi bizon. To'g'ri aka. Ha, lekin men bilan sotib bari ona uchun bu yilga bor bular bu yilga emas, bu yilga bormaydi, sigir bular bular. Bu yilga bormaydi, sigir bular bular. 9 oy 10 oyga sigir bo'ladi bular. 30 litr, 35 litr sut beraman. Rahmat aka. Bu aka o'zi aka bu kormani nega beryapsiz aka? O aka. O aka. Bu korma. Bu kormalarimizni ham aka beradi. Bu korma. Bu bir ana unga mochga o'xshagan narsa bu. Mochga o'xshagan narsa. Ana qarang. Qonni och bo'yaydi bir nima deydi? Biz ochlik bo'lsa bizga cho'qamiz-ku. O'shanga o'xshab nima qiladi bular? Bo'ldi aka. Sizni bas tushundik. Irmakda bular, irmakda. Ularni qoni to'kma aka, uxlayapti-ku. Ular qon to'ygan ular. Ay, kavsha qataryapti bari. Yaxshi aka. Aka biz syomkamizni she'rga yakun etamiz. Biz ertaga yana davom ettirib sizning va ishlaringiz bilan muloqotga kirishamiz. Bu sizning traktorlaringiz, ha? Bular ishlaringiz. Bu ishlar. Bular ishlar. Akamning ishlari. Просто так. Va, u yerda ham izlana bor. U yerda ham mollar bor. Aka sizga bu sigirlardan g'unojillar va qisir sigirlardan boshqa ho'kizlaringiz ham bormi? Bu naslli ho'kizlar. Nasl olish uchun. Ular ko'rsam men mana. Ha, ular o turdagilar qanaqa mollar aka? Ular g'unojillar. Ular bo'g'oz g'unojillar. Ha, bo'g'oz g'unojillar. Ular bo'g'oz g'unojilarni ko'rsata olmayman deyapti va naslli ho'kizlarni ham. Bo'g'oz g'unojillarni partiyasi men bu yerdan ko'rsaman, lekin ho'kizlarni ko'rsam bo'ladi. Bu aka Bo'g'oz g'unojillar. berga bo'g'oz va sigirlar ekan. Bir tuqqan biri. Ha, bir tuqqan, bir tug'magan, bir g'unojillar. Bari qisir bular. Bular qisirlar bular. 213 dona bor. Bizlarga 213 dona bor. Bari turali, turar mol. Aka shunday turga yurib, shunday chiqib ketaylik aka. Erda ko'talarni mollarni ham ko'rsataylik. Bu akaga 3000 emas, 35 mingta mol bor. 35 mingta molni har birini ko'rishga biz vaqtimiz yetmaydi. Bu sigirlarning chiroyligiga va xushro'yligiga e'tibor bering. Hali bizda bu. Bir-birini yeyapti bular. Bular bizov deyilyapti. Bir-birini emish boshlandi o'zi. Tamom deyapti. U biz orqamizdan bir vasavali keldi. Vasavali. Mana mollarning ko'ring. E'tibor bering bu mollar va yarim metrga bitta mol. har yarim metrga bitta mol baylagan akamlar. Ya, bo'ylanmagan. Mana. Bu sigirlar O'zbekiston sigirlariga o'xshab ketmaydi, o'g'aylar. Mana. Ha, bular o'sha g'unojillar, bo'g'oz g'unojillar. Olto, bejoli, turali, mayda partiya bular. Ha. Voy, dum galtada borki. Ha. Hozir to bo'g'oz bo'lgan dummasini bular. Ha. Endi sirni ochdingiz. Ishchisi bilan aka mana shunday ko'rishadi. Ketdik. G'olib aka. Shuna chiqaylik, ketamiz.
Bo'g'oz g'unozlarni ichiga yurtdi deydi. Bizni trevogaga bergan bular. Mana bo'g'oz g'unozlar bergan bor. Tog'ang sandan